Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana ajoyib bo'lgan surimiz tayyor bo'ldi. Biz hozir Yeypandi Pastqo'rik mahallasida turibmiz do'stlar. Mana surini ko'rishlaringiz mumkin. Oldi oyoqlari ham gulli bo'lib, qayrag'ochdan bo'lgan. Kon ko'rinishlarini ham ko'rishlaringiz mumkin. Bir xil bo'lib. Do'stlar, sizlarni so'ri bilan tanishtirib o'tadigan bo'lsak, razmerlarimiz 210 ga 270. Qolgan yer oyoqlari qayrag'ochdan bo'lgan, qolgan yerlari o'ris yog'ochdan bo'lgan, sasnadan ko'pchilik bilishadi. Toza qilib, chiroyli qilib ishlangan, mana ko'rishlaringiz mumkin. Do'stlar, yoqqan bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Savollar bo'lsa kommentariyada yozaverasizlar. Ishlar behijolat, o'zimiz hunarmandmiz, o'zimiz tayyorlaymiz. Birinchi qo'limiz, adashib qolmanglar. Ishni ko'rib turibsizlar mana. Bizga like bosib qo'yasizlar, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin do'stlar. Hammasi uchun kattakon rahmat. Aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Xo'p, kattakon rahmat.